Yaponiya APPI Act on the Protection of Personal Information 2017-yilda yangilangan APPI kuchga kirdi. Maqsad shaxsiy huquqlarni himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni samarali foydalanish o'rtasida muvozanatni ta'minlash. Qo'llanilishi Yaponiya hududida Yaponiya fuqarolari ma'lumotlari bilan ishlovchi barcha bizneslar va tashkilotlarga ta'sir qiladi. Bu global ta'siri. Asosiy talablar bizneslar quyidagilarga rioya qilishi shart. Maqsadni aniq ko'rsatish va undan chetga chiqmaslik. Ma'lumot to'g'ri usul bilan yig'ish, foydalanuvchini xabardor qilish, ma'lumotning aniqligi va xavfsizligi, uchinchi tomonlarga cheklangan ma'lumot berish, foydalanuvchiga murojaat imkoniyatini ochiq e'lon qilish. Huquqlar: ma'lumotni tuzatish yoki o'chirish huquqi, sud orqali choralar ko'rish. Shaxsiy ma'lumot PI tarifi: Personal information bevosita yoki bilvosita shaxsni aniqlash mumkin. Bu imkonni beradigan har qanday ma'lumot PI personal information hisoblanadi. Personal sensitive information esa irq, e'tiqod, ijtimoiy maqom, tibbiy tarix, jinoyat tarixi, jinoyat qurboni bo'lish shular hisoblanadi. Qo'llanish doirasi Yapon fuqarolari va ularning ma'lumotlari qayta ishlaydigan global bizneslar uchun qo'llaniladi. Istisnolar: markaziy va mahalliy hukumat idoralari, ayrim davlat agentliklari bundan mustasno. Nazorat organi Personal Information Protection Commission. Jazolar: yumshoq tizim bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Personal Information Protection Commission bilan muloqot, hisobot topshirish bo'yicha buyruq, ma'muriy maslahat, rasmiy buyruq. Agar buyruq bajarilmasa 500 ming yengacha jarima yoki 1 yilgacha qamoq jazosi. Ta'siri: Yapon fuqarolari ma'lumotlari bilan ishlaydigan barcha bizneslarga tatbiq etiladi. Global bizneslar ham APPI talablariga rioya qilishi lozim.